Assalomu alaykum do'stlar. Yana 2 yil qoldi. 1 yil desa ham bo'ladi Rossiyaga ishga kelishingizga. Ya'ni individualni o'zingiz kelasiz-ku, mashinada, taksida, aeroportda tanish bilishlaringiz orqali. Shu narsaga kelishga yana 1-2 yil vaqt qoldi Rossiyaga. O'zingiz ko'ryapsizlar, hamma narsa qimmat bo'lib boryapti. Qo'shimcha pul to'lovlar, yangiliklar, qonun bilan qisishlar, har xil murakkabliklar ko'payapti. Rossiya migrantlarni yangicha usulda jalb qilishga tayyorlanmoqda. Bu nima degani? Kelgusi yillarda migrantlar mustaqil ravishda emas, balki uyushgan guruhlar shaklida o'z mamlakatlarda tekshiruvdan o'tgandan so'ng ish beruvchining aniq so'roviga binoan keladigan tizimga o'tish rejasi ko'zda tutilmoqda. Tajriba 2027-yil boshlanishi rejalashtirilgan. Hukumat hozirda 2026-yildan 2030-yillarga mo'ljallangan migratsiya konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Yangi model quyidagicha ishlaydi. Migrantlar o'z mamlakatlarida tekshiruvdan o'tadi. Ular Rossiya ish beruvchisining iltimosiga binoan keladi. Kelgandan so'ng esa ular mustaqil ravishda ish topmasdan oldindan belgilangan kompaniyalar, ya'ni kim bilan sizga приглашение yuborgan bo'lsa, shu odam bilan ishlaysiz. Bu tizim migratsiya oqimlarini yanada tushunarli va boshqariladigan qilish kerak deyiladi maqsadda. 2026-yil may oyiga qadar Ichki ishlar vazirligi, Mehnat vazirligi, Xavfsizlik va Federal xavfsizlik xizmati, Soliq xizmati hukumatga agentlik vakolatlari va yangi mexanizmning asosiy qoidalarini belgilovchi qonun loyihasini taqdim etishlari kerak. 2026-yil уже kelyapti. Bu degani migratsiya xodimlari shu bilan birga migratsiya xodimlari uchun treninglar o'tkazish, raqamli platforma va mobil ilova yaratish rejalashtirilgan. Ya'ni Aminodan tashqari yana qo'shimcha qanaqadir ilova bo'lishi kutilyapti degani. Ish beruvchilar ushbu xizmatlar orqali arizalarni topshiradi. Ya'ni mobil ilova orqali ariza topshiriladi. Ya'ni yozma emas. Va migrantlar shu mobil ilova orqali topshirilgan приглашение, takliflarga binoan, iltimosnomalarga binoan ishga joylashtiriladi. Shuningdek, hukumat migrantlar bilan ishlayotgan kompaniyalar o'rtasida bozor ehtiyojlarini aniqlash va xorijiy ishchilarga eng ko'p ehtiyoj sezadigan sohalarni aniqlash uchun keng ko'lamli so'rovnoma o'tkazadi. Migrantlar va ish beruvchilar uchun ta'lim dasturi ham ishlab chiqilmoqda. So'nggi oylarda migratsiya mavzusi butun mamlakat bo'ylab faol muhokama qilinmoqda. Bir necha sohalar chet elliklar ishga qabul qilish, cheklash yoki butunlay taqiqlash ham taklif qilinyapti. Ammo shu bilan birga malakali mutaxassislarni qabul qilish uchun kvotalar 2026-yilda deyarli 19% ga oshirilishi mumkin. 27-noyabr kuni Vladimir Putin mehnat migratsiyasi mavzusida rossiyaliklarni bezovta qiladigan bo'lmasligi kerakligini aytdi. Ya'ni Rossiyada meslarni ham migrantlar yurishi, turishi, kvartirada yashashi bezovta qilmasligi kerakligi. Rossiya muhitida yashashga va mahalliy imtiyozlardan foydalanishga tayyor bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Tataristonda mehnat oqimi xizmat ko'rsatish darajasida ayniqsa sezilarli. So'nggi haftalarda ko'p funksiyali infeksiyalarda propiskaga qo'yishlarda, sinil solishlarda turna-qator navbatlar bo'lyapti. Rasmiylarning aytishicha, yuklamani boshqarish mumkin, ammo moslashish shart bo'lyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Rossiyaga mana kelasi yillarda уже boshlanadi deyilyapti, 2027-yilda. Mana shunaqa o'zgarishlarga tayyormisizlar? O'zi borgan sari murakkablashib boryapti. Har yil patentda qimmat bo'lib boryapti. Xullas, shunaqa gaplar. Foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan like tugmachasini bosib qo'ying, obuna bo'lib qo'ying. Kelasi videoda men sizlarga Rossiyaning qaysi viloyatlarida 2026-yildan patent to'lovlar narxlarining oshganligi va aniq qancha summa bo'lishini aytib o'taman do'stlar. Hozircha kommentariyada Rossiyaga qanchalik kelish выгодный, ya'ni foydali bo'lyapti. Yevropaga kelish ham ko'p bo'lyapti-ku bizning O'zbekiston fuqarolari orasida. Shu narsa haqida qisqacha bo'lsa ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Sizlar bilan Ravshanbek bo'ldi do'stlar. Xayr, salomat bo'ling, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.